Muhammad, otasi Xo'ja Ismoil, bittagina Ahmad ismli akasi bo'lgan Imom Buxoriy deymiz. Bu Buxorolik imom degan ma'noni bildirgan. Qarang, Imom Buxoriy 2 yoshida ko'zi ojiz bo'lib qoldi. Bu yorug' dunyoni ko'rmay qoladi. Qarang, 2 yoshida ota-onasi farzandini tabibga ko'rsatadi, tabib davolab bo'lmasligini aytadi. Oradan 2-3 yil vaqt o'tib Imom Buxoriy 4-5 yoshlar chamasi bir kuni onazor har galgidek tahajjud namozini o'qib, joynamoz ustida soatlab duo qilar ekanda, charchagan holatda o'sha joynamoz ustida ko'zlari uyquga ketar ekan, ona bir tush ko'radiki, tushlarda Ibrohim alayhisalom ayon beradi. Ey volida, seni Allohga qilgan duolaringni Alloh mustajab qildi. Ona qaraydi, 2 yoshida ko'zlari ojiz bo'lgan Imom Buxoriy 4 yoshida bu yorug' dunyoni ko'ra boshlagan. Aziz mehmonlar, bu inson 7 yoshida Qur'onni yoddan bilgan. Imom Buxoriy 7 yoshida qori bo'lgan. Imom Buxoriy 10-11 yoshida 70 mingdan ziyod muborak hadisni yoddan aytib bera olgan, lekin yosh bola paytida otadan ajrab qoladi. Qarang, otasi Xo'ja Ismoil savdogar bo'lgan deyiladi. Azizlar, Imom Buxoriy 16 yoshlarda butun ilmlari baland bo'lgan. Akasi Ahmad va onasini olib haj ibodati uchun Makka ga boradi. O'sha yerda qolishligini aytib qarang, bu inson 40 yildan ziyod vaqt arab mamlakatlarida bo'lgan. Imom Buxoriy mana Kufada, Qohirada, Misrda, Makkada, Madinada, Hijoz, Shom, Nishopur, Basra. Imom Buxoriy arab davlatida 40 yildan ziyod vaqt yurib, 600 mingdan ziyod hadisni to'playdi. 7275 ta sahih hadislarda ajratdilar. Arablar ulug' zotga imomi dunyo, butun dunyo imomlarining imomi, hadislar ilmini buyuk sultoni degan unvonni berdi. 16 yoshida arab diyoriga borgan Imom Buxoriy 58 yoshida vataniga qaytib kelsa, ona aka olamdan o'tgan. Bu inson Buxoro xalqiga ilm o'rgatgan, butun Buxoro xalqi Imom Buxoriyni yaxshi ko'radi. Bu amirga yoqmadi. Buxoroda Amir Xolid ibn Ahmad Zuhali Imom Buxoriy diyoniga chaqirib aytadi: "Sen kelasan, meni farzandlarimga ilm o'rgat, saroy xizmatida bu, faqat xalqqa emas." Imom Buxoriy bir hadis aytdi: "Beshikdan to qabrgacha ilm izlanadi. Agar farzandlaringizga ilm kerak bo'lsa, mening madrasamga kelib, mening madrasamda tahsil olsin deganda amir meni aytganimni qilmadi" deb, bu inson to'g'risida noto'g'ri fatvo chiqaryapti deb Buxoroda irbo tarqaydi azizlar. O'shandan so'ng ulug' zot ona vatani Buxoroni tark etib, qadimdagi mana shu Samarqand shahri yaqinidagi Xartang qishlog'iga kelgan. Bu Xartangda Imom Buxoriyning bittagina qarindoshi G'olib ibn Jibril bo'lgan. Bu kishining vafoti tarixda shunday: keladi, Xartang ahliga ilm o'rgatadi, yashaydi. Imom Buxoriy xasta bo'ladi. Xasta paytida hozirgi Samarqand shahridan bir chopar keladi. Chopar aytadiki, Samarqand ulamolari ertangi hayit namozida ustozlik qilishingizni so'rayapti. Rozilik bildiradi, bu kishiga ot keltiradi. Imom Buxoriy ot yoniga borar ekan, bitta uzangiga oyoq qo'yib, ikkinchisiga qurbi yetmagan, otga mina olmagan. Mana shu qishloqda Imom Buxoriy shunday vasiyat qiladiki, meni vafotim yaqin, shu qishloq qabristoniga dafn qiling. Bu insonning farzandi bo'lmagan deylar. Qarang, Imom Buxoriy uzoq vaqt duolarda bu dunyoni umuman tark etdi. Melodi 810-yilda Buxoroda tug'ilgan Imom Buxoriy Melodi 870-yil 61 yoshida Xartangda vafot etgan. Bu inson vafot etganida jasadidan ter quyilgan ekanda, bu holatni sababini hech kim aytib bera olmagan. Ulug' zotni mana shu qabrga dafn qildi. Dafn kechasi qabrdan nur tarab ketgan, xushbo'y hidlar taralgan. Odamlar kelib qabr tuprog'idan xonadonlarga olib ketadi. Ulug' zotni qabr tuprog'i dardmanlarga shifo bo'lyapti deb. Tez orada qabrda tuproq qolmasdan qabr ochilish joyiga kelib, yon atrof mutasaddilar qabrni yopadi, yog'och bilan o'raydi. Ulug' zotni qabri 10-asrlardan ziyorat qilib boshlandi. 2 minut xarobalik davriga e'tibor bering. U paytlarda qabriston bo'lganda 9-asrda, 16-asr yarmida Buxoro xon Abdullohxon masjid qurdi, qabrlar o'tkazildi. Bu ziyoratgoh Sovet ittifoqi davriga kelib omborxonaga aylandi. Bu yer dorixona, yontog' o'sgan, chang bosgan. 1956-yili Indoneziya prezidenti Sukarno Moskvaga davlat ishi bilan borib, Moskvada Imom Buxoriyning qabrini birinchi ziyorat qilib, so'ngra davlat ishini boshlashligini aytadi. Imom Buxoriy o'zi u kim? Qabrlari qayerda hech kim bilmagan. Topinglar deydi, O'zbekiston, Buxoro, ba'zir topdi, qaradi, xaroba, omborxona. Mehmonni olib kelib bo'lmaydi. Ular yerda Lenin mavzoleyini taklif qildi. Bu yerda aytdi, o'lkamizda juda uzoq joyda samolyot qo'nadigan joy yo'q. Sukarnoning ko'ziga yosh keldi. Men hatto piyoda bo'lsa ham borishga tayyorman. Moskvadan olib kelgan endi poyezdda mashhur bo'lgan, qarang. 3,5 kun berlarni tozalaydi va 4-kuni xarobalik joydaligini bilmasin deb kechasiga to'g'rilab olib kelgan.
Indoneziya prezidenti to'g'ridan keladi. Ko'chadan yalangoyoq kelib, hovliga kelganda emaklab kelib qabr yoniga joynamoz to'shatadi. Chunki u inson murattab qori bo'lgan deyiladi. Juda ilmli qori. Rahbarlar o'yladi, bitta tilovat o'qisa 1 soatda chiqib ketadi. Qori yig'lab Qur'on o'qiydi o'sha yerda. Traktor svet bilan yotib turgan, qishloqda to'k bo'lmagan. Qarang o'sha yillar. Tong otgunch mehmonlar kelaylikda men Buxoro tillalarini ko'rsam, bu bosh tomon, marhamat. Men bu yerdan hammasi juda intiqoli ko'rinib turadi hadislargacha. Marhamat, qabrni bosh tomoni bilan kelaylik. Mehmonlar, o'sha Indoneziya prezident ko'chadan yalangoyoq kelib, hovlidan emaklab kelib, qabr yoniga joynamoz to'shatib, qori tong otguncha yig'lab Qur'on o'qigan. Tong otgandan so'ng xarobalikni ko'rib, qabrni beringlar, men olib ketay deydi. Qancha kilogramm qabr tuproq bilan olsam, agar tuproq tonna bo'lsa, vatanim hisobidan men sizlarga tonna tilla beraman deganda Ziyovuddinxon Boboxonov, O'rta Osiyo muftiysi aytadi, siz ulug' zotni qabrini olib ketsangiz bizchi, o'zimizdan keyingi avlod so'rasa, nima deb javob qilamiz deb qabr joyida saqlab qolindi. Mana Buxoroning sof tillalar, mana hadislar, tashqarida Qur'on oyatlari, mana bu tosh 12 Eron, granit Ukraina, 74 ta ustun, 570 yoshdan oshgan 5 chinor, mana bu tomon namozxona, mana bu tomon muzey. Qabr toshida oyatlar har bir nafs egasi o'lim sharbatini totguvchidir deydi azizlar. Duo qilib qo'yaylik, amin. Telefonlarni to'xtatamiz, ixlos bilan duo qiling. Hadis bor. Qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Ad-duo